ko'chish mezgili kelgan vaqtda qushlarning boshqa yurtlarga ko'chayotganligini ko'ramiz. Sunduk, Buduna, qora qushqash qatorliq qushlar 7000 kilometrlik musofani uchib o'tadi. O'rta Yevropa turnisi kunda 150 kilometrdan uchib 10000 kilometrlik musofani tamomlaydi. Ko'chish chempioni deb atalgan dengiz qarlig'ichi ko'chish uchun 25000 kilometr uchadi. Shundoq, xato anglamadingiz. To'liq 25000 kilometrlik bir musofa. Undaq bo'lsa mashinangiz bilan sayohatga chiqdingiz deyli. Sizga 25000 kilometr yiroqlikda, ya'ni dunyoning yana bir burchagida bir adres berilib, u yerga xaritasiz va kompassiz, hatto yo'llarda ishorat taxtalarimi yo'q holda boshqalardan yo'lni so'rashga ruxsat yo'q va eng yaqin yo'ldan borasan deyilgan bo'lsa, bo'ldi yaqin yo'lni qo'yib, xohlagan yo'ldan borasan deyilsa, siz bir aqlliq va bilimlik inson bo'lib suputingiz bilan bu musofani besib o'tib, berilgan adresni topa olishingiz mumkinmi? Qandoqmi mumkin bo'lsin? Bir binoga kirib, chiqish eshigini topolmaydigan inson 25000 kilometrlik yiroqlikdagi adresni qandoqmi topa olsin? Undaqda insonning qo'lidan kelmaydigan bu sayohatni dengiz qarlig'ichi qandoq tamomlaydi? Ikkili tanlashpa. Biri, bu qush insondan aqlliq, ziyrak ham qobiliyatlik. Yana biri, bu qush bu musofani yolg'iz tamomlamaydi. Uningga ilhom qilinadi. İlham deyilgan ilohiy bir ishorat soyasida yo'lni topadi. Sizcha qaysi tanlash to'g'ridir? Agar bu ko'chishni qush o'zi yolg'iz uchadi desak, bu qushning insondan aqlli ekanligini qabul qilgan bo'lamiz. Chunki inson qilolmagan ishni qila olgan ekan, insondan aqlliq degan gap.